Ha, bu keliningizni endi o'zingiz tarbiyalab olasiz-da. Kelinni nimaga kelinni tarbiyalash kerak? Nima u o'g'rimi? Shunchalik tarbiyasi buzuqmi? Qamoqda o'tirib chiqqanmi? Narkomanmi? Nimaga kelin tarbiyalanadi? Nimaga o'g'illar, kuyovlar tarbiyalanmaydi? Kelin qaynona qaynotasini, butun erini urug'-aymog'ini hurmatini qiladi. Kerak bo'lsa 3 yoshli bolasigacha sizlab gapiradi. Boshiga ko'tarib hamma narsaga xo'p deydi. Xizmatini beminnat qiladi-yu, nimaga endi kuyovlarga o'rgatilmaydi? Kelinni, ayolni, onasini hech bo'lmaganda bir oyda bir marta borib xabar olishga, oyjon deyishga nimaga kuyovlarga o'rgatilmaydi? Nimaga qizlar erga tegan xonadonida birinchi kundan boshlab qaynonasini oyjon deydi-yu, kuyovlar demaydi? G'ururi bas kelmaydi bu narsani aytishiga. Nima o'g'il bolalarning onasi ona-yu, qizlarning onasi yerdan chiqqan qo'ziqorinmi? Nimaga?